Assalomu alaykum avtomaster kuzatuvchilar. Mana hozir life hack, ya'ni avtomobillarni remont qiladigan balansirovka shinamontajlarimizni yangi funksiyalari va qo'shimcha imkoniyatlarini ko'rib chiqish rubrikamizni davom ettiramiz. Xo'p, endi bugungi rubrikamiz, ya'ni balansirovka, avtomaster balansirovkasini funksiyalarini ko'rib chiqamiz. Qanaqa bo'ladi, qo'shimcha funksiyalar bor va bir-ikki ustalarimizni bilishmaydi, ya'ni bunga to'qnash kelishmagan, ya'ni aksessuarlari nima ish qiladi, o'shalar haqida qisqacha gapirib o'tamiz. Hozir bizda avtomaster balansirovkasini monitorli, ya'ni polniy full funksiyali balansirovkasini ko'rib chiqamiz. Bu 12 diskadan 24 diskagacha bemalol istalgan balonlarni balansirovka qila oladi. Hozir bizda 22 diskamiz ispitaniyaga olib kelganmiz. 22 diskamizda ko'rib, hozir ispitana qilamiz. Xo'p, endi aksessuarlarga keladigan bo'lsak, maxsus bunaqa shpateli chiqadi. Mana bunaqa aksessuarlari bor. Buni endi hamma biladi, bu zajimi va komplektida konus toshlari bo'ladi. Endi hozir buni bitta qo'yib, ishlash jarayonini ko'rsatamiz sizlarga. Xo'p, balonni taqishdan boshlaymiz. Bu konus toshini har doim mana bu itariladigan maxsus prujina bilan jihozlangan bo'ladi. Buni konus toshi naborot qo'yib orqasidan qo'yamiz. Sababi bu sentrovkani, diskani sentrovkasini ushlab turadigan konusimiz. Xo'p, keyingi jihozimiz bu, ya'ni rezinkalar bilan maxsus jihozlangan, ya'ni zashita qilingan diskani yuzini qirib qo'ymaslik uchun oldi tarafidan qo'yiladigan jihoz bo'ladi. Buni ko'pchilik nima ekan deb ishlatishmaydi. Bu saka diskalarga ishlatiladigan shunaqa jihozimiz. Bu zajim orqasiga o'rnatilinadi va diskani oldidan taqamiz. Ana shu tarzda qo'ysanglar, balonni yuzini, ya'ni diskani yuzini shilib qo'ymaydi, qirib qo'ymaydi. Maxsus rezinka bilan jihozlangan va qattiq siqadi. Bu 22 diskamiz. Endi xo'p, boshidan boshlaymiz desak, bu apparatimizni o'chirib yoqib yuboramiz birinchi. SB505 bu modeli, bu yerda funksiyalari. Xo'p, bu kirish menyusi. Kirish menyusidan F bilan 7 ni bossak, главный menyuga o'tadi. Bu главный menyudan настройкаларni ko'rsak bo'ladi. FR ni bossak, orqaga qaytadi. Orqaga qaytadi. Xo'p, endi o'lchash funksiyasiga o'tamiz. Istalgan ABD ni istalganini bossak, ya'ni razmer olish funksiyasiga kiramiz. Xo'p, bu balansirovkamizning qulay tarafi nima desanglar, ruchni o'lchab o'tirmaysizlar, hammasini mana bitta lineyka orqali o'lchab olsanglar bo'ladi. Mana bitta qo'ydinglar, mana ekran 70 ga 22 deb razmeri oldi. Ya'ni radiusini ham diskani va masofasini ham o'lchab berdi. Ikkinchisi, bu kengligini o'lchaymiz. Kengligini o'lchash uchun bu yerda ham bir dona lineyka kerak bo'ladi. Shunday olib, mana shu burchagiga shunday tek qilsak, ovoz beradi, titretib, mana ko'rsanglar bo'ladi. 10,5 oraliq masofa. Ana lineykada, mana lineykada ham, mana hamma biladigan lineykada ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Bo'ldi. To'g'ri o'lchabdi. Shunaqa oson o'lchasanglar bo'ladi. Endi buni mana aylantirib balansirovka qilamiz. (15 ga 40 ko'rsatdi. Bu dinamik razmerlar bo'ladi, ya'ni oddiy
temir diskani pokazaniyasini berdi. Endi siz buni alyuminga o'tkazishingiz kerak. Ya'ni bu yerda ikkita chetiga qoqa olmaysiz toshni. Siz ichiga kilaysiz va agar bir xil diskalarda ayrim diskalarda misol uchun Lassettilarda bu yerga qoqsa bo'ladi. Bunda hozir imkoniyati yo'q, qoqib bo'lmaydi. Bunga faqat yopishtiriladi ikki tarafiga. Shuning uchun ahamiyat berasizlar, bu yerda diskalarni tanlayotganda o'sha qizil qilib qo'yadi, qoqadigan joyini yoki yopishtiradigan joyini. Именно sizlar xohlayotgan joyda turish kerak. Misol uchun mana birni bosamiz. Alyu 1. Ya'ni diskani tashqari tarafdan yopishtirib, ichkari tarafdan yopishtiriladi bu ham. Xo'p, alyu 2. Ichkari tarafga qoqiladi, tashqari tarafga ichkaridan yopishtiriladi. Alyu 3 bu ham yopishtiriladigan varianti. Bizning hozirgi bu diskamizda xuddi shu funksiyada qilinadi. Ya'ni tashqariga qoqa olmaymiz, yopishtiramiz. Ichkariga ham yopishtiramiz, tashqariga ham yopishtiramiz. Xo'p. 4-funksiyamiz alyu 4, ya'ni umumiy bitta og'ir tochkani aniqlab beradi. Bitta dona tosh yopishtirish 60 gram o'rtasiga. Xo'p, endi biz alyu 3 funksiyasida qilamiz. Alyu 3 funksiyasida qo'yamiz. Bu yerda hozir avtomatik o'sha tormoz bo'ladi. Qatga qoqish kerak bo'lsa, mana hozir keldi. Avtomatik tormoz to'xtaydi va mamitdan va lazeri yonadi. Qatga qo'yish kerak bo'lgan lazeri yonadi. Shu lazer yongan joyga past tarafiga qo'yasizlar. Bu tepa taraf emas, ya'ni past tarafiga qo'yasizlar. İchkari tarafiga esa hozir aylanib tormoz berdi, o'sha chiqib ketib. Buni ham tepa tarafiga qo'yasizlar. Xo'p, e'tibor beramiz. Mana hozir qaranglar. Agar tashqari tarafga tosh qoqmoqchi bo'lsak, monitorni ko'rsating. Mana hozir mana shu joyga qoqqan deyapti. Mana tashqaridan ko'rsatinglar lazer bilan. Hozir mana shu yerda bu yerda ko'rsatyaptiki, qoqadigan joyimizda har bitta qo'rg'ani orqasiga tushdi. Bir xil paytlarda ko'rsatish mumkin, mana shu joyga qo'ygan deyishi mumkin. Uzoqdan ko'rganda bu tosh xunuk bo'lib qoladi, ya'ni tashqaridan qaraganingizda diskingizda yopishtirilgani o'sha ko'rinib qoladi. Shuni bu ham life hack. Qanaqa qilib mana shu qo'rg'onlarning orasiga qo'yib yuborsa bo'ladi, ya'ni orqasiga. Buni hozir sizlarga Avtomaster balansirovkasi misolida ko'rsatib o'rgatib qo'yaman. Keling operator. Xo'p, mana bu yerda funksiyasi bor. Ya'ni balonni qo'rg'asini sonini kiritadigan. Bu 7 funksiyasi bilan belgilangan. 7 ni bosamiz. 7 ni bosdik, mana 5 ta qo'rg'ali deb yozuv chiqdi. Biz sanaymiz nechta qo'rg'a. 1 2 3 4 5 ta qo'rg'a. Mana 5 qo'rg'asini kirgizdik yoki 6 bo'lsa 6 ni bosasiz, to есть 6 ga olib chiqasiz. 7 ta bo'lsa 7 ta. Mana ko'ryapsizlar, qo'rg'alari o'zgaryapti. Ko'paygan sari bu yerga ham qo'shyapti. Mana bizaniki 5 talik qo'rg'a. Endi hozir 5 talik qo'rg'aligini kirgizdik. Endi bitta qo'rg'ani mana shu 12 ga qo'yib olamiz. Ya'ni doq qilasizlar, mana shu 12 gradusda bo'lishi kerak. Mana bundoq bo'lib qolish kerak emas. Shu bo'lib qolish kerak emas. Endi 12 gradusda 12 soatda 12 strelkasida bo'lishi kerak. Xo'p. Mana qo'ydik, yana ketdi. Keyingisi 7 tugmasini bosamiz. Bo'ldi, mana. Endi ekranda ko'rdinglar,
ikkiga bo'lib bergan. Ikkita joyga qo'yasizlar. Mana tashqarida ikkita tosh aylanyapti. Ya'ni bittasini mana 15 qo'yinglar deyapti mana. Mana shu joyga 15 qo'ying deyapti. Ikkinchisini olib kelamiz. Bu yerga deyapti, mana bunga deyapti 205 qo'ying deyapti. O'shanda bu yoqqa 15, bu yoqqa 205 qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni ikkiga bo'lib berdi. Shunaqa qilib siz diskani toshini o'zini qovurg'asini orqasiga bekitib olsangiz bo'ladi. Bu o'rtada ko'rinib xunuk bo'lib yotmaydi-da, ikkita qovurg'ani orasiga bo'lib beradi, tashlab beradi. Necha grammdan tashashini ekranda ko'rsatadi. O'sha joyiga olib kelsangiz, o'zi ko'rsatib belgilab beradi og'irligini. Hozir bu diskamizda toshni katta ko'rsatib oldi, sababi bu balonlarimiz yamalgan balonlar, ya'ni bo'shniy balon bo'lgani uchun 220 ko'rsatib oldi. Hozir biz buni yechib, o'rniga boshqa diskani qo'yib, sizlarga o'sha har bitta qovurg'asini orqasiga balansirovka qilishini ko'rsatamiz. Bu diskamiz 17 diskamiz, EPK diski bo'ladi. Hozir buni razmerlarini ham kiritib olamiz. Mana bo'ldi. Uje 30 sekundga ham bormadi, uje razmerlarini olib bo'ldi. Endi buni start beramiz. Bu ham o'zi tekismas ekan. Tuxumi bor, urilgan joyi bor ekan. Ya'ni oddiy diskada 25 so'radi. Buni endi biz alyuminga o'tkazamiz, shu ali 3 ga. Xo'p, o'shanda bu 90 ga 55 so'radi. Xo'p, endi buni o'sha 7 funksiya bilan bosib, qovurg'alarning sonini sanab kirgizib olamiz. Xo'p. 1 2 3 4 5 6 7. Endi mana 7 deb bu yoqqa kirgizamiz. 5 6 7. Saqlanaylik. 7 tugmasi va bittasini 12 ga to'g'rilaymiz buni ham. Mana shu 12. To'g'ri bo'ldi. To'g'ri bo'ldi, buni ham endi saqlanib qilamiz. Bo'ldi. Bu ichkari tarafi, hozir bizga ichkari tarafi kerak emas, tashqari tarafini ko'ramiz. Tashqarida birinchi qovurg'asini berdi. Mana birinchi qovurg'a mana shu. Shu yerga 60 gramm yopishtirar ekanmiz. Operatorni ko'rsating, mana lazer qovurg'ani orqasiga tushyapti. Hozir shu joyiga 85 grammlikni yopishtiramiz. Chunki shu joyiga 85 yopishtirdi deb aytibdi. Buning uchun bizga avtomastarli lipuchka toshlari kerak bo'ladi. Xo'p, birinchi tochkaga yopishtirdik, endi ikkinchi tochka. İkinci tochkamizga 25 gramm yopishtirishimiz kerak ekan.
Endi bitta startda bosamiz. Xo'p, to'xtagan joyiga lazer tushgan joyiga 45 toshimizni yopishtiramiz. Xo'p, 30 bo'ldi. Endi yana 15 yopishtirishimiz kerak. Mana hozir bu balonimizni уже balans bo'ldi, 0-0 ko'rsatdi. Bu balansirovkamizni Avtomaster brendi ostidagi Elitor 1195B+ degan modelimizni, ya'ni polniy avtomatik, razmerlarni avtomatik o'lchaydi. Ekrani ham bu LCD monitor bo'ladi. Bu klaviaturalar orqali bemalol boshqarasizlar, ya'ni ikkita klaviaturani barobar bosish orqali, kombinatsiya orqali funksiyalarga kirasizlar. Hozir sizlarga endi kalibrovka qilishni ko'rsataman. Yaxshisi kalibrovka qilishni keyingi videolarga olib qo'yamiz. Keyingi videolarda kalibrovka qilishni ham birato'la o'rgatamiz. Bu informatsiyamizni agar sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, bitta laykka bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar va bunaqa funksiyalarni bilmaydigan bo'lsanglar yoki shogirdinglar bo'lsa yoki ustozinglar bo'lsa, ularga jo'natib qo'yinglar. Ularga ham manfaatli bo'lsa, mana shunaqa sakadiskalar kelgan paytda tashqariga yopishtirgan paytingizda ko'ringanda bir xunuk bo'lib, tosh ko'rinib yotmaydi-da. Uni har bittasini qo'rg'asini orqasiga bekitib olish funksiyasi bor. Agar shunaqa balansirovkalar kerak bo'lsa, bemalol Avtomasterga kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Mana shunaqa kichkina texnik ma'lumotlarni birato'la kelganingizda berib, o'rgatib, tushuntirib yuboramiz. Hammanglarni Avtomasterga kutib qolamiz. Joninglar sog' bo'lsin. Bizani kuzatishda davom etinglar.